Siz ham qachon va qanday g'usl qilishni bilmaysizmi? Ayollar, siz eshiting, sizga albatta manfaatli bo'ladi. Agar bilsangiz, ayol kishiga farz bo'lgan, ya'ni g'usl amali juda ham muhimdir. Chunki ayol ibodat qilsa ham, qilmasa ham baribir g'usl qilishi shart. Xo'sh, qanday vaqtlarda g'usl qilinadi? Keling, hadisga ko'ra tanishamiz. Birinchisi, ayollarda hayz tugaganda, ikkinchisi tug'ruqdan so'ng, uchinchisi jinsiy aloqadan so'ng, to'rtinchisi mani chiqsa, masalan, tushingizda jinsiy aloqa qilganingizda. Keyingilari erkak va ayollarga xos. Islom dinini endi qabul qilgan insonlar va mayitni yuvgan insonlar ham g'usl qilishlari shart bo'ladi. Shuningdek, juma kuni g'usl qilgan insonga juda katta hasanat ham bor. Xo'sh, g'usl qanday ado etiladi? G'usl qilishdan oldin bismillah deb niyat qilinadi. Avval qo'l, avra qismlar, tananing nopok joylari yuviladi, so'ng tahorat kabi tahorat olinadi. Keyin suvni boshdan, o'ng tomondan va chap tomondan butun tanaga to'kib yuviladi. Tanada suv yetmagan joy qolmasa, g'usl to'liq ado etilgan hisoblanadi. Yanada ko'proq uzun videolarimiz Bilim ahli kanalimizda joylashtirilgan. Ulgurib qoling, joylar soni cheklangan.